mis va mis-2 nitratdan iborat 44 gramm aralashma ochiq havoda qizdirilganda massa 20 grammga kamaydi. Dastlabki aralashmadagi mis-2 nitratning modda miqdorini aniqlang. Xo'p, bizda mis bor и mis-2 nitrat bor. Umumiy klassi 44 grammga teng. Qizdiradigan bo'lsak, mis oksidi NO2 hamda kislorod hosil qiladi. Tenglashtirish uchun buni oldiga 2 qo'yaman, buni oldiga 0.5 qo'yaman. Bu mis esa havo tarkibidagi kislorod bilan reaksiyaga kirishadi hamda mis oksidini hosil qiladi. Tenglashtirish uchun buni oldiga 0.5 qo'yaman. Xo'p. 44 gramm aralashma bor edi. 20 grammga kamayadigan bo'lsa, u 24 gramm aralashma qolgan bo'ladi. Bu 24 gramm esa mis oksidiga tegishli. Buni modda miqdorini topish uchun molyar massasiga bo'laman, ya'ni 80 ga. Bo'lsam 0.3 mol chiqadi. 0.3 mol. Terib oldim. Misli massasini 64x deb belgilasam, hosil bo'lgan mis oksidning massasi x mol bo'ladi. Mis-2 nitratning massasini 188y deb belgilab olsam, hosil bo'lgan mis oksidi esa y mol bo'ladi. Tenglamani ishlaymiz endi. 64x plus 188y teng 44 ga x plus y teng 0.3 ga. X 0.1 y esa 0.2. 0.2 deb biz mis-2 nitratni belgilab olgan edik. Demak, javob B.